Ko'nglimga ko'z tikib nurab boryapsan. Yuzlaringda kuzu, sochlaringda qish. Bir olam dardingni kimga yoryapsan? Darding ololmadim. Kechir bo'yi qish. Tunlari qiynalib chiqding to'lg'oqda. Shu dalladimni deb qancha yelmading. Kunlaring kun sanab o'tar qishloqda, men esa shahardan beri kelmadim. Aqlim oldi-yu bir toshgan go'zali. Gulbog'larda kezdim u bilan takror. O'ylab ko'rsam ona sen bilan suratga tushmabman bir bor. Jonga tegdi mayda tashvishlar yana. Hissiz jimjimalar bo'ldi ermagim. Qancha sog'inmayin bormadim ona. Oxir tosh bo'lib qotdi yuragim. Rahmat. Bu Mirislom endi sirlarni oshkor qilish payti keldi. Bu mening qo'limda tahsil olgan Toshkent kollejda. Hozir yuqorida aytgandek tanish bilish hamma yo'q. Yo'q. Sizlar taklif qilganingizdan keyin ko'rdim nomini. Shuning uchun men har doim labbay deb javob beradigan bo'ladi. Yaxshi inson. Keling, Nuraziz ukalari bo'ladi. Onalarimizni esladik hozir ona haqida-da, to'g'rimi? Bizni albatta juda ham ta'sirli monolog. Va shu o'rinda bizni uzoqda tomosha qilib turgan yurtdoshlarimiz bor. Musofirda yurgan, albatta musofirchilikda yurgan yurtdoshlarimiz bor. Teletomoshabinlarimiz bor. Vaholanki Buxorodan, Samarqanddan tashrif buyurgan, mana shu yerda ish faoliyatini